Bugungi videoda sizlar bilan Blur'da yangicha perixod ishlashni o'rganamiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda yana kadrlarni tashlab olamiz. Birinchi kadr va ikkinchi kadr. Kadrni yaqinlashtiraman. Ikkinchi kadrni boshini tanlab olaman. Xo'p, tanlagandan keyin buni dublikat etaman, ya'ni kopya. Kopya bosdim, yana tushib berdi. Xo'p. Endi speedga giraman. Speedga giraman va time ramping. Time rampingda bizlere где-то 2 sekundlik rasm kerak. Xo'p, demak 32 sekund bo'ldi. Men bu 32 sekundni nolga tushiraman. Shunda bizada freeze effekti hosil bo'ladi. Yani meni ko'rib turibsizlar, hech qanday движение bo'lmaydi. Aylan tarafini, lishni tarafini olib tashlayman, o'chirib. Orqaga qaytaman va kirib tashlayman. Bu tayyor. Endi shu kadrni men qirqib olishim kerak, ya'ni qatavda bosaman va mashinaning o'zini qirqib chiqaman. Xo'sh. Tak. Berim ozgina qoldi. Keyin bumper. Menimcha bo'ldi. Tayyor. Xo'p. Endi men buni render etishim kerak. Okey. Tamam, tayyor bo'ldi. Xo'sh, bizada mashinaning rasmi bor endi. Buni o'rtaga qo'yaman. Boshqa o'tiraman. Ya'ni birinchi kadrni oxirina qo'yaman. Tak, chegarasi o'tib ketmasligi kerak. Imonni shuna e'tibor berasizlar. Bo'ldi, tayyor. Endi buni tanlaymiz va bu yerda men bu 3D bosaman yuqoridan. 3D etdim va edit view bosaman. Xo'sh. Buni aylanishini to'g'rilashim kerak. Tak beramiz. Shuni to'g'rilasak ham bo'ladi bizga. Bo'ldi. Xo'p, oxirina kelganda men buni rotationni x ok bo'yicha demak, z ok bo'yicha to'g'rilashimiz kerak. Xo'sh. Keyframe qo'yamiz. Z okga keyframe qo'ydim, yana rotation va birinchisini men buni aylantiraman endi buni. Aylantirish degan, ya'ni 90 gradus. Вот так. Yana endi bizada shunday narsa hosil bo'ldi. Okey, chiqib ketamiz. Ko'rib turibsizlar. 3D etib aylanib berdi bizga. Hop, endi buna saber beramiz. Saber effekti uchun rasmni tanlab FX ga kiramiz va add effektdan saber bölümünü o'taman. Hop, endi saber. O'zingiz yoqqanini tanlashingiz mumkin, bemalol. Ish effekti beryapmi? Xo'sh. Kadr o'rtasidan kelganda buni keyframe beraman va boshlaganda bu o'chib turishi kerak. Menda o'chib bo'ldi. Va oxirida kelganda yana o'chib ketishi kerak. Shunday bo'ldi. Mana. Okey, chiqib ketaman. Shu bilan video tayyor bo'ldi. Hop, tezlikni sal o'zgartiramiz buni. Ya'ni smooth tezlik beramiz. 2 keyframe joyimda tanlayman, transformaga va rotationga giraman da. Ikki keyframe orasida curve bosaman. Sal bunday qo'yamiz, ya'ni chiroyli ko'rinib beradi. Вот так. Endi ko'rsak. Вот tayyor.
Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish yoddan chiqmasin. Telegram kanallar va Instagramda profilima obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Katta rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.